51. Bab Xotan mirzlarining bayoni. Xotan sharq tarafdagi shaharlarning eng mashhurlaridan biridir. Xotanning tafsiliy ahvoli haqida nihoyatda ko'p tarixlarda zikr qilingan. Bu kitobning 2 daftari kitobidami bayon qilingusi. Yuqorida bayon qilib o'tilganidek, Do'g'lat qabilasining amirligi Amir Xudaydat uningga rahmatlar bo'lg'ay. Qa yetgandan keyin Do'g'latlarga tavalluq bo'lgan viloyatlarning hammasi uning farzandlari va qarindoshlariga taqsim qilindi. Qashqar va Yarkentning kichik o'g'li Said Ahmad Mirzaga topshirgan edi. Amir Xudaydatning hammasining o'g'lidan 2 qarindoshi bor edi. Ismlari İlyas Shah va Xizr Shah edi. Amir Xudaydat Aqsuni İlyas Shahga, Xotanni Xizr Shahga berib, ularning har ikkilisini Said Ahmad Mirzaga tava qilib bergan edi. Ularni mansabga tayinlash va mansabdan tushirish huquqini Said Ahmad Mirzaning iqtidoriga olqiniga topshirgan edi. Demak, İlyas Shah bilan Xizr Shah boshqa xizmatchilarga o'xshash har yili Said Ahmad Mirzaning huzuriga kelardi va ruxsat bergandan keyin ondan o'z viloyatlariga yo'natdi. Taki Amir Saydalining zamonigacha bu qoida joriy bo'lib kelgan edi. Amir Saydali Aqsuni Eson Bug'axonga bergandan keyin İlyas Shahning navrlaridan İlyas Shah otliq bir navrisi Eson Bug'axonning xizmatida bo'ldi. Aqsuning hukumati taki Do'st Muhammadxonning zamonigacha shuningga taalluq edi. Ammo Amir Saydalidan keyin Xotanda Xizr Shahning naslidan 2 qarindosh bor edi. Birining eti Xonnazar Mirza, yana birining eti Qulnazar Mirza edi. Xonnazar Mirza kuch-quvvat va g'ayrat jasorat o'zini Mirza Abubakr bilan tang tutatdi. Balki Amir Saydaliga taqobil kelgudek chaqlaydi. Shu sababdan mustaqillik da'vosi qilib Qashqarga itoat qilishdan yuz o'rgan edi. Demak, o'zini Mirza Abubakr bilan tang o'rin qo'yatdi. Shunga Mirza Abubakr Xotanni qo'lga olish uchun Muhammad Haydar Mirzadan ruxsat tiladi va arz qilib, Xonnazar Mirzalar va Qulnazar Mirzalarning itoatkorligi ularning ajdodidan buyangi qoida edi. Ular adabdan tashqari chiqdi. Agar ruxsat bo'lsa, men berib ularni itoat qildirg'ayman dedi. Muhammad Haydar Mirzamo ulardan ko'ngli ranjib turgan bo'lg'achqa Mirza Abubakrga ruxsat berib, Xotanga berishni targ'ib qildi. Shunga Mirza Abubakr Xotanni ishg'ol qilishning zarur ishlariga erkin ozoda tayyorlik qildi. Xonnazar Mirza to'mirdan bir xos yasatgan edi. Hech kishi u xosini 2 qo'li bilan ko'tara olmaydi. Ammo Xonnazar Mirza bir qo'lida ko'taradi. Agar u xosa bilan ot qalini ursa, shu hamon yiqiladi. Xonnazar Mirzaning kichik inisi Qulnazar Mirzamo nihoyatda muloyim va jasur yigit. U ikkisining saltanat qurishga tayyorlik bor edi. 52. Bab Mirza Abubakrning Xotanni olganligi va Xotan mirzalarini nobud qilganligi. Mirza Abubakr Xotanni ishg'ol qilish tayyorligini qilayotgan mezgilida Umar Mirza uning huzurida edi. Lekin aksi Mirza Abubakrning mamlakat ishlaridagi chora-tadbirlarini yoqtirmaydi va uningga muxolifatchilik fikrlarini qiladi. Mirza Abubakr Umar Mirzaning bu maqsadini sezib, uni tutib jahonni ko'rib turgan ko'zlariga mil tortib ko'r qildi. Ondan Muhammad Haydar Mirzaning huzuriga berdi. Qashqar vayron bo'lgandan keyin Umar Mirza Samarqandga ketdi va u yerda hurmat ehtiromlarni ko'rdi. Taki tarixning Hijriya 921-yili. Hijriya 921-yili, milodiya 1515-1516-yillarga to'g'ri keldi. Bo'lganda Qashqarga qaytib kelib vafot bo'ldi va Amir Saydalining maqbarasida dafn qilindi. Mirza Abubakr inisidan xotirjam bo'lgandan keyin Xotanga yurish qildi. Birinchi qitim Xotanga berib sulh qilib yondi. Ikkinchi navbat yana bordi. Bu qitimmo sulhiga qaror qilishdi. Mirza Abubakr bilan Xonnazar Mirza har ikkisi otliq ko'rishdi va sulhi saloh so'zlarini org'a selishdi. Uningdan keyin sulhilarni Kalamulloh bilan qasam qilib mustahkamlashni qaror qilishdi. Mirza Abubakr xos mulozimlaridan biriga Kalamullohni berib, Xonnazar Mirzaning oldiga
Kalamullani ilib barganda Xannazar Mirza Kalamullani elishqa qo'lni uzatgan hamon ikki qo'lni tutib olinglar deb maxsus topshiriq qo'ygan edi. Shunga u kishi Kalamullani Xannazar Mirzaning oldiga ilib bordi. Xannazar Mirza Kalamullani elish uchun qo'lni sunishi bilan ikki qo'lni mahkam tutib oldi. Mirza Abu Bakrning hamma mulozimlari bu maslahatni qaror qilishib taq bo'lib turishgan edi. Xannazar Mirza bu vaqadan bexabar edi. Mirza Abu Bakrning mulozimlari har tarafdan shamsharlarni chiqardi. Xannazar Mirzaning mulozimlaridan hech birida ularga chiqilg'uchilik majol qolmay hammasi qochdi. Yana bir necha kishini Xannazar Mirzani tutishga belgilab avatdi. Ularmi Xannazar Mirzaga hujum qildi. Demak, har ikkilisi shamshar bilan chepib qatl qilindi. Mirza Abu Bakr mushundaq hiyla bilan bu ikki mirzaning urug'ini Xotan viloyatidan quritib, Xotanni o'z qo'liga oldi. Ondan to'liq kuch-quvvatga ega bo'ldi. Mirza Abu Bakr Xannazar Mirza bilan Xannazar Mirzani o'ldirgandan keyin pat fursat ichida Muhammad Haydar Mirzaga qarshi chiqdi. 53-bob. Mirza Abu Bakrning Muhammad Haydar Mirzaga hiyla ishlatganligi. Muhammad Haydar Mirzaning o'z amirlarini Mirza Abu Bakrning so'ziga kirib xarob qilganligi. Yuqorida bayon qilib o'tilganidek, Saniz Mirza vafot bo'lgandan keyin Do'st Muhammadxon Saniz Mirzaning xotini Jamol og'ini nikohiga oldi. Shuning bilan bir vaqtda Qashqarni Muhammad Haydar Mirzaga berdi. Bu voqealar tarixning Hijriya 869-yili, Hijriya 869-yili, milodiya 1464-1465-yillarga to'g'ri keldi. Bo'lib o'tdi. Do'st Muhammadxon vafot bo'lgandan keyin Mirza Abu Bakr bilan Umar Mirzaning onasi Jamol og'ini Muhammad Haydar Mirza nikohiga oldi. Va Jamol og'idan ikki o'g'il yuzi ko'rdi. Biri Peqirning otam Muhammad Husayn ko'ragan Tangri uning hujjatlarini nurli qilgan. Yana biri tog'am Saydi Muhammad Mirza edi. Abu Bakr Mirza Xotanni ishg'ol qilgandan keyin toza kuchaydi. Hamma amirlar Mirza Abu Bakrning ishlari to'g'riliq andisha qilishga boshladi. Ular arz qilib, Mirza Abu Bakrning ishlari boshdan oxiri muxolifatchilik va qarshilashish bo'lg'usidir. Uning hech ishda hech kishi bilan ittifoqi yo'qdir. U oldi bilan yolg'on yorliqnoma yasab, Yarkentni hiyla mikr bilan qo'lga kirgizib oldi. Ondan naloyiq o'zrilarni aytdi. Uningdan keyin Umar Mirzaning ko'zini ko'r qildi. Xannazar Mirza va Xannazar Mirzalarga hiyla ishlatib ularni o'ldirdi. Bundaq kishining qandaqmi vafodorlikni ko'rgili bo'lsin, u hamisha Qashqarni ishg'ol qilish orzusidir. Uning hamma tirishchanligi va niyati shuki, bu mamlakatlarning hammasini o'zining oldidagi bir luqma taomga aylantirmoqchi deb to'g'rida nurg'un so'zlarni Muhammad Haydar Mirzaga bayon qilishdi. Lekin Muhammad Haydar Mirza tog'liq mehr shafqatining taqozosi bilan bu ish to'g'risidagi fikrni sal chog'layotdi. Muhammad Haydar Mirzaning xotini bo'lgan Jamol og'a amirlarga qarama-qarshi fikr bayon qiladi. U Mirza Abu Bakr sizning farzandingizdir. Yarkentda albatta sizning tarafingizdan bir kishi hokimiyatda o'ltirishi muqarrar. Yarkent Mirza Abu Bakrning otasining poytaxti edi. U yerda hukumat xizmatiga o'ltirishga boshqalarga qaraganda Mirza Abu Bakr texmi haqliq edi. Siz Yarkentni Mirza Abu Bakrga bermadingiz, lekin u sizning kengchiligingizga ishonch qilib, boshtonliq bilan Yarkentni sizga vakolatdan qo'lga olib, ondan sizga itoat qilishni loyiq ko'rdi. Buning nima yomoni bor? Amirlar uni sizning nazaringizda yomon qilib ko'rsatyotdi. Xotanmi Xannazar Mirzalarning qo'lida edi. Ularning o'rnida Mirza Abu Bakr boshqursa, nima ziyni bor? Deb Mirza Abu Bakrning hamma faoliyatlarini ana shunday to'g'ri, haqqoniy qilib bayon qiladi. Muhammad Haydar Mirzaga buningdan tasalli hosil bo'ladi. Oxir Mirza Abu Bakr oshkora qarshilik ko'rsatishga boshladi. Jamol og'a yana arz qilib, amirlar hamisha Mirza Abu Bakrni sizga yomon ko'rsatish uchun tirishayotdi. Mirza Abu Bakr shu sababdan muxolifat qiladi dedi. Ondan Mirza Abu Bakrga maxfiy kishi avatib, "Nimishqa muxoliflik qilasiz? Men siz uchun mundaq o'zri aytib turyapman.
dedi. Mirza Ababekirning maqsadiga bu so'z muvofiq keldi. Shunga Mirza Muhammad Haydarning huzuriga kishavatib, toki ashu amirlarla bo'ldi ekan, men sizning xizmatingizga borolmayman, chunki amirlar menga dushmandir. Ular hamisha mening ahvolimni sizga qabihlashtirib bayon qiladi. Agar ashu amirlarni haydab chiqarsangiz, men yanada sizning farzandingiz, balki sizning qulingiz bo'laman deb arz qildi. Muhammad Haydar Mirza sodda ko'ngilli kishi bo'lg'achqa, uning bu yolg'on o'zrilarini rost deb bilib, amirlarga ijozat berdi. Shunday qilib, mo'tvar amirlarni chiqarib Shu sababdan Muhammad Haydar Mirzaning saltanat quvvatiga shikast yetdi. Ondan Mirza Abubakir Qashqar va Yangisar chegaralarini parakanda qilishga boshladi. Chunki mo'tvar amirlar yo'q edi. U nahiya atroflarida Mirza Abubakirni yo'qotgudek kishi qolmagan edi. 54-bob. Yunus xonning Muhammad Haydar Mirza bilan birga Mirza Abubakir ustiga lashkar tortib berib, yengilib qolganligining bayoni. Yuqorida zikr qilib o'tilganidek, Amir Abdul Qudus Sheyx Jamal Xarni o'ltirib xonni qamoqdan qutuldirdi. Shunga xon uninga ko'p iltifotlar qildi va ko'raganlikqa nomzod qilib, Putkul Dug'lat tumanini uninga topshirdi. Amir Abdul Qudus bundaq ulug' martabaga yetgandan keyin o'zida xeyli kibr va g'urur paydo bo'ldi. Shunga xonga bir muomala qilgan ediki, u muomalasidan o'ziga vahimim va cho'chish paydo bo'ldi. U muomalasining tafsiloti uzundir. Demak, Amir Abdul Qudusga vahima va qo'rqinish g'olib kelib, xonning huzuridan qochib Qashqarga Muhammad Haydar Mirzaning huzuriga keldi. Muhammad Haydar Mirza amirlarni chiqarayotgandan keyin uning mamlakatining muqimligiga ta'sir etib, qalaymaqonchilik paydo bo'ldi. U ko'p pushaymonda edi. Shunga Amir Abdul Qudus kelganiga xushal bo'lib, uni o'z tarbiyasi ostiga oldi va o'zining qizi Og'iz Sulton Begimni uningga berdi. Shuningdan keyin uni Mirza Abubakirga qarshi avatdi. U Mirza Abubakir bilan dushmanlashishga belini mahkam bog'ladi. Al-qissa. Mirza Abubakir yana bir qitim yangi saharni parakanda qilishga keldi. Amir Abdul Qudusmu kelib Mirza Abubakir bilan qarshilashish uchun yuzma-yuz bo'lib urush qilishdi. Qattiq taqobil turib nurg'un jangi jadallardan keyin Amir Abdul Qudusga shikast yetdi. Gerçi uning lashkari Mirza Abubakirdan ko'p bo'lsa-mu, yengilishga qarab yuzlandi. Shu sababdan Amir Abdul Qudus xijolat bo'lib, Muhammad Haydar Mirzaning huzuriga borolmadi. Shu yerdan Udul o'zini Shahnoz tarafga elib, Badaxshan yo'liga tushdi. 300 kishi bilan Mirza Sulton Mahmudning huzuriga bordi. Sulton Mahmud Mirza Amir Abdul Qudusga ko'p izzat ikramlarni qildi va Qunduz va Badaxshanning cho'ng viloyatlaridan biri bo'lgan Xost Xanzucha nashrida Gost deyilgan. Hozirgi Hind qushining shimoli, Qunduzning janubiy va sharqiy janubiy oraliqidagi joy Muharrirdan viloyatini uning berdi. Amir Abdul Qudus u viloyatda ko'tur kuparlarning qo'lida shahid bo'ldi. Demak, Amir Abdul Qudus Badaxshonga ketgandan keyin Mirza Abubakirning kuchi texmi zo'rayib ketdi. Chunki u hiyli mikr ishlatib Mirza Muhammad Haydarning huzuridan cho'ng amir va sardarlarni va ishonchli kishilarni haydab chiqarg'izgan edi. Amir Abdul Qudusga shikast yetganligi tufaylidan Muhammad Haydar Mirzaning ishlarida kundan kunga ilgirlash qolmadi. Jamal og'umu qilgan ishlarga ko'p pushaymon qilgan bo'lsa-mu, foydasi bo'lmadi. Oxir Muhammad Haydar Mirza piyoda va otliqlardan bo'lib 30 mingga yaqin kishini to'plab Mirza Abubakir ustiga yurish qildi. Mirza Abubakir 3000 kishi bilan chiqib, qarshi saf tuzib qattiq urush qilishdi. Oxir Muhammad Haydar Mirza taraf yengilishga boshladi. Muhammad Haydar Mirza yengilgan va paraganda holda Qashqarga yenib keldi va bu ahvolni Buzrukvar tog'isi Yunus xonga arz qilib madad tiladi. Xon 15 ming kishini ilg'ab, tog'liq shafqatini yetkazish uchun o'zi lashkar boshlab Mirza Abubakir ustiga yurish qildi. Muhammad Haydar Mirza lashkar tartib berib, xon bilan birga Yarkandga yuzlandi. Mirza Abubakir Yarkand qal'asiga kirib sepilni qo'g'didi.
Xan Yarkent qal'asining sharq tarafiga tushdi. Әтісі Mirza Babakri qal'aning sirtidagi mahallaga piyoda va otliqlardan bo'lib 3000 lashkar bilan chiqdi. Ularning hammasi Amir Seydalining amirlarining va bahodirlarining farzandlari edi. Ammo Muhammad Haydar Mirza bulardan bexabar edi. Mirza Babakri ularni yig'ib to'plagan edi. Mirza Babakri bu 3000 jangvar lashkar bilan xonning lashkariga hujum qildi va Muhammad Haydar Mirzaga qaramasdan xonning ustiga bostirib keldi. Qattiq urushdan keyin xon yengilishga boshladi. Xon yengilgandan keyin Muhammad Haydar Mirzamu har tarafdan parakanda bo'lishga boshladi. Ular oxir bu qadar ko'p lashkari bilan yengilib qochdi. Yunus xon Muhammad Haydar Mirza bilan Qashqarga kelgandan keyin men Mirza Babakrini salchaqlab oz lashkar bilan kelib qopdiman. Bu yil savr qilib o'z viloyatingni saqlagan, kelar yili g'ol qo'shin bilan kelib uning ishini tamomlayman dedi. Xon shuningdan keyin Mo'g'ulistonga ketdi. Muhammad Haydar Mirza Qashqarda qoldi. 55-bob. Yunus xonning Muhammad Haydar Mirzaga madadkor bo'lib, lashkar tortib kelganligi va bu qitimmu Yarkentda Mirza Babakridan 2-navbat zarba yeb yolg'onligi. Yandurqi yili, ya'ni tarixning Hijriya 885-yili. Hijriya 885-yili, milodiya 1480-1481 yillarga to'g'ri keldi. Yunus xonning hamma Mo'g'ul lashkarlarini elib 60 ming kishilik qo'shin bilan Qashqarga keldi. Muhammad Haydar Mirzamo o'tgan yildagidan ortiqroq lashkar to'plab xonga qo'shildi. Sultan Yunus xon Muhammad Haydar Mirza bilan billa otliq va piyoda bo'lib 90 ming kishilik qo'shin bilan Yarkentga yurish qildi. Mirza Abubakrimo o'tgan yildagi usul bo'yicha Yarkent qal'asiga bekinib oldi. U otliq va piyoda bo'lib 5000 lashkar to'plagan edi. Ularning 3000 otliq, 2000 piyoda edi. Mirza Babakrining lashkarlarining ko'pinchisi Amir Seydalining amirlari va bahodirlarning farzandlaridan bo'lib, Muhammad Haydar Mirza ularning qadr-qimmatini bilmay qo'ldan chiqarib qo'ygan edi. Mirza Babakri yana ming marganni nurg'un va'dalari bilan viloyatlardan ilg'ab to'plagan edi. Xonning lashkari Yarkent qal'asini go'yoki uzukning ko'zidek halqa qilib qo'rshab tushdi. Xonning o'zi Yarkentning sharq tarafidagi mashhur joy bo'lgan Qarlig'ashliq yor. Xanzucha nashrdan Qalu Avjubari deyilgan muharrirdan. Yor degan yerga tushdi. Namozdigar vaqti bo'lgan edi. Xonning lashkari ichidagi har bir qo'shindan bosh-boshliqlar o'z havaslari bilan qal'a oldiga berib urushga mashg'ul bo'ldi. Mirza Babakrining lashkari har otliq lashkarning oldida birdan piyoda margan va har bir marganning oldida yana bir piyoda super qalqon ko'targan lashkar o'rlashgan holda qal'a ichidan chiqib keldi. Shunda qilib qattiq urush bo'ldi. Xon o'zi tushgan manzilda o'ltiratdi. Bir to'p kishilar kelib bo'layotgan urushning to'la tarif tavsiflarini qildi va beri bu urushni tomosha qilish kerak deb targ'ib qilishdi. Shunga xon tomosha ko'rish uchun otlandi. Urush kiyimlarini kiymay bir necha kishi bilan ravon bo'ldi. Ular bir yerning leviga kelib qaragan edi. Ikki tarafdan piyodalar bir-biri bilan urush qilib turibdi. Ammo yorning to'pisidan u urushning ahvolining farq qilg'il bo'lmaydi. Shunga ular yorning tuviga tushdi. Piyodalar xonni ko'rib ruhlandi va qattiq urush qilib turadi. Shu asnoda xonning mo'tvar palvonlaridan Alim Shayx Bahodir yetib keldi. U asli Chidirda qolgan edi. Uning ko'nglida mushu payti berib xonning oldida botirlik ko'rsatib, o'z tangtushlarining oldida texmi obro'yli bo'lish havasi paydo bo'ldi. Shunga darhol urush kiyimlarini kiyib xonning oldiga yetib kelgan edi. U urush qilayotgan piyodalarni ko'rdi. Xonning piyoda lashkarlari bilan Mirza Babakri lashkarlarining orasida bir parcha zamin bor. Bu zaminning ikkala tarafida tom bor. Bu ikki tomning orasi bir-biriga tutash ko'cha edi. Alam Shayx Bahodir yetib kelibla u ko'cha bilan yurib Mirza Babakrining lashkarlarini qo'g'ladi. U qo'g'lab kelib to'xtovsiz shamshar urayotgan bir piyodaga yetishdi. U piyoda lashkar shamsharni Alam Shayxning etining oldiga tashladi. Ot urkib Alam Shayx otdan yiqildi. Tomning keynida kutib turgan bir necha muncha piyoda lashkarlar tomdan sakrab tushib Alam Shayxning ishini tamom qildi.
Shuningdan keyin Mirza Abu Bakrning otliq lashkarlari xonning piyoda lashkarlariga qarab ot qo'ydi. Piyodalar qarab turishni ravo ko'rmay, biroqla chekinishga yuzlandi. Tomosha ko'rgili kelgan xaloyiqmi orqalariga qochdi. Xon yorning tuviga tushgan edi. Xon bilan kelganlar xonga aytdiki, hamma lashkar qochdi. Bizmi chopsanliq bilan yor to'pisiga chiqishimiz kerak. Xon noydi tezlik bilan yorning to'pisiga yuzlandi. Lashkarlar ichidan ba'zilari yorning ustida texi qochmay turgan edi. Xonning tez surat bilan yorning to'pisiga chiqib olganligini ko'rib, ularmi qochdi. Xon yor ustiga chiqib qarasa, hamma xaloyiq qechibdi. Lashkarlar zarba yapdi. Xon darhol ordisiga yuzlandi va berib lashkarlarni tinchlantirmoqchi bo'ldi. Xon ordisiga yetgandan keyin qochqili tayyor bo'lgan xaloyiqlarni to'sib qattiq siyosat bilan farmon qilib, hech kishi bir qadam yo'tkalmasin, turgan o'rnida o'z joylarida tursin dedi. Ammo shu asnoda Mirza Abu Bakrning yor tuvida urush qilayotgan piyoda lashkarlari otliq lashkarlari bilan birga tomosha ko'rgili kelganlarni qo'g'lab yorning ustiga chiqdi. Ular qo'g'la oxir otliqlari xonning ordisiga yaqin yetib keldi. Xon buni ko'rib zarba yegan lashkarlarni to'xtatish uchun har qancha tirishchilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, lekin mumkin bo'lmadi. Hattoki xonning oldida hech kishi qolmadi. Oxir xonmu ilojisiz ravon bo'ldi. Bu qadar zo'r qo'shin va hisobsiz lashkarlar bir soatda parakanda bo'lib qechishdi. Xonmu qechib Qashqarga keldi. Xonning lashkarlarining ko'pinchisi xonga qaramasdan shu Qashqancha Mo'g'ulistonga ketdi. Xon Muhammad Haydar Mirza bilan maslahat qilib, shuni muqarrar qildiki, Muhammad Haydar Mirzaning amdi Qashqarga turish imkoniyati yo'q. Shunga xon Muhammad Haydar Mirzani o'zi bilan hamroh qilib, 5000 uylik kishi bilan ko'chirib, Oqsuga ilib ketdi. Qashqar xalqidan nurg'un xaloyiq Andijonga ketdi. Qashqarni Mirza Abu Bakr oldi. Bu vaqa tarixning Hijriya 885-yili. Hijriya 885-yili, milodiya 1480-1481-yillarga to'g'ri keldi. Yuz bergan edi. Pekinning otam Muhammad Husayn ko'ragan shu kunlarda 12 yoshda edi. Yunusxon Muhammad Haydar Mirzani o'zi bilan Oqsuga ilib borganda, otamni Yunusxonning o'g'li Sulton Mahmudxon o'zi bilan birga Mo'g'ulistonga ilib ketdi va bir-birlari bilan do'st bo'lishdi. Sulton Mahmudxon o'zi toki umrining oxirigacha otamni odash deydi. Mo'g'ul tilida odash degan so'z do'st degan so'zdir. 56-bob. Yunusxonning o'g'li Sulton Mahmudxonning dastlabki ahvolining bayoni. Shuni bilmak kerakki, buningdan keyin Sulton Mahmudxonning ahvoli bayon qilingusidir. Bu yerda Sulton Mahmudxonning dastlabki ahvollarini bayon qilib o'tish zarur tepildi. Sulton Yunusxon Xorasondan 2-chi qitim kelgan chig'da Amir Saydali vafot bo'lgan edi. Saniz Mirza Yunusxonga bay'at qildi. Yuqorida aytib o'tganimdek, shu kunlarda Yunusxon Qashqarga yetib keldi. Shu zamonda Qashqarning mo'tabar sayyidlaridan Amir Ziyoddin degan kishi bor edi. Xon u kishini Badaxshonga, Shoh Sulton Muhammad Badaxshining huzuriga vatib, uning qizlaridan birini o'z nikohiga ilishni iltimos qildi. Shoh Sulton Muhammad Badaxshi bo'lsa Iskandar Zulqarnayn, Makedoniyalik imperator Aleksandr Makedon muharrirdan, İbni Feylaqus, Xanzucha nashriga asosan to'liqlandi muharrirdan ning naslidan edi. Chunki Iskandar jami olamni ishg'ol qilgandan keyin hukmronlarga yer yuzida hech podshoning parakandichilik qo'li yetmaydigan bir joyni tepinglar. Naslimni shu joyda qoldirg'ayman deb buyurdi. Hukmronlar buning uchun Badaxshonni tanladi. Ondan bir dasturul amal qo'llanma yezib chiqdi. Madamiki bu dasturul amalga amal qilinsila, hech kishi bu joyni ola olmaydi. Hazrati Iskandarning zamonidan tortib toki Sulton Muhammad. Bu ism Mulla Muhammad Niyozning tarjimasida Sulton Mahmud deb yozilib qolgan. Parischa nusxa bilan Muhammad Sodiq Qashqarining tarjimasiga asosan tuzildi. Ning zamonigacha hech kim Badaxshonga ta'arruz qila olmadi.
Uningdan keyin ular saltanat taxtida hukm surib kelgan edi. Sultan Muhammad Badaxshining davriga yetib kelganda u İskenderdan qolgan dasturul amalga amal qilmadi. Chunki uning o'zi intayin inchki tabiatlik va cheksiz istidodli podsho edi. Uning intayin fasohat va balog'at bilan tuzgan bir she'r divoni bor bo'lib, uningga laili degan taxallusni qo'llanibdi. U o'zining yetuk istidodi va qobiliyati tufaylidan dasturul amalning o'rniga o'z iqtidorini almashtirgan edi. Al-Qissa bu Shoh Sultan Muhammad Badaxshining 6 qizi bor edi. Uning birini Amir Temurning avlodidan bo'lgan Sultan Mas'ud Qabulga, yana bir qizni Sultan Abu Said Mirzaga bergan edi. Uningdan Abu Bakr otliq bir o'g'il bo'lgan edi. Bu Abu Bakr Mirza otasi Sultan Abu Said Mirza vafot bo'lgandan keyin Sultan Husayn Mirza bilan necha qitim urush qildi va Sultan Husayn Mirzaning mamlakatiga ko'p paratkanchilik soldi. Uning tafsiloti Mirxonat va Xonan Damir Hirabining tarixlarida mashhurdir. 3-qizini İbrahim Barlasga bergan. Uningdan Jahongir Barlas tug'ilgan edi. Bu Jahongir Barlas Chag'ataylarning oxirgi davlatida saltanatning muhim tayanchilaridan edi. 4-qizi Shoh Begim. Xanzucha nashrida Shoh Begum deyilgan muharrirdan edi. Uni Said Ziyoiddin Qashqarining dalolati bilan Yunus xonga avatdi. 5-qizini Said Shoh Mirza Arhangi. Xanzucha nashrida Said Shoh Buzurg Arhang deyilgan muharrirdan. Uning ahvoli keyin bayon qilingusidir. Ga bergan edi. 6-qizini Shayx Abdullah Barlasga bergan. Uningdan Sultan Uvays Barlas. Xanzucha nashrga asosan to'liqlangan muharrirdan Mizrab Barlas va Sultan Sanjur qatorliqlar tug'ilgan edi. Bularning hammasining bayoni o'z navbatida zikr qilingusidir. Ammo bularning ahvoloti Xonan Damir Hirabiyaning tarixida bayon qilingan. Demak, Said Ziyoiddin Shohi Bekamni Badaxshandan Qashqarga elib kelib xonga topshirdi. Shoh Bekamdan Yunus xon 2 o'g'il, 2 qiz farzand ko'rdi. Uning cho'ngi Sultan Mahmud xon bo'lib, tarixning Hijriya 868-yili. Hijriya 868-yili, milodiya 1963-1964-yillarga to'g'ri keldi. Tug'ilgan edi. Uningdan kichiki Sultan Ahmad xon, uning ahvoli alohida zikr qilingusi. 2 qizning biri Sultan Nigar xonim, yana biri Davlat Sultan xonim edi. Bularning ahvolimi o'z navbatida zikr qilingusi. Ammo Sultan Mahmud xon balog'atga yetishdan ilgari Mo'g'ul amirlari yuqorida bayon qilinganidek Sultan Yunus xonga to'liq itoat bilan moslashqili unamaydi. Tırnaq ichiga ilingan joylar Muhammad Sodiq Qashqarning tarjimasi va farscha nusxalarga asosan to'liqlandi. Balog'atga yetganda Mo'g'ul amirlarining ko'pinchisi o'lib ketgan edi. Yunus xon o'zining o'g'li Sultan Mahmud xonning kuch quvvati bilan bo'ysundirish iqtidoriga tayinib, hayot qolgan Mo'g'ul amirlariga va butun Mo'g'ul ahliga ega bo'ldi. Yunus xon zarbi yeb Yarkentdan Qashqarga kelganda, u lashkar ichida Sultan Mahmud xon kelmay, Mo'g'ulistondagi xalqni tutib turish uchun qolgan edi. Yunus xon Muhammad Haydar Mirzaning ko'ngliga tasalli berish uchun o'z ko'ngil xohishi bilan shu yili qishda Oqsuga bordi. Muhammad Haydar Mirzaning o'g'li Muhammad Husayn ko'ragan shu kunlarda 12 yoshda edi. Uni Sultan Mahmud xonning huzuriga avatdi. Sultan Mahmud xon Sultan Muhammad Husayn ko'raganni intayin yaxshi ko'radi. Ular bir-biri bilan do'st bo'lishib, o'zaro adash deb chaqirishadi. Muhammad Husayn Mirza necha muddatgacha noiti izzat va hurmatlar bilan Mo'g'ulistonda Sultan Mahmud xonning huzurida turdi. 57-bob. Oqsuda Yunus xon bilan Muhammad Haydar Mirzaning orasida yuz bergan ichinishlik urushning bayoni. Qish kirganda xon Oqsuga bordi. Oqsu shahri bir yerning tuvida bo'lib, 2 qal'asi bor edi. Birini Muhammad Haydar Mirzaga berdi,
yana birida o'zi o'rlashdi. U zimistonni farog'at bilan o'tkazdi. Bahor vaqti bo'lgan edi, Yunusxon Mo'g'ulistonga bormoqchi bo'ldi. Muhammad Haydar Mirzaga hozir bosh bahor fasli keldi. Men Mo'g'ulistonga borg'ayman. Sen Aqsuda turg'aysan. Xalq sening odamlaringga bo'ysunadi. Aqsu viloyatini sana berdim. Ochliq bosh tortgan mezgilda Mo'g'ulistonning hamma boyoyligi oxirlashadi. Shu chaqda senmi tayyor bo'lgin, Qashqarga berib Mirza Ababakrning peyiga tushimiz. Men Mo'g'ulistondan udul Qashqarga boraman. Senmi bu yerdan borgin. Qashqarda bir-birimiz bilan qo'shilib, har maslahat bo'lsa, shu yerda ishga oshirg'aymiz deb maslahatlarni shuningga qaror qilishdi. Xon Mo'g'ulistonga kishi avatib, Mo'g'ul guruhining sardorlari kelib bizni ko'chirib elib borsin deb farmon qildi. Ammo bir muncha fitna pasachchilar Muhammad Haydarning tomir-tomirlarga kirib olgan edi. Ular aytishdiki, xon Mo'g'ulistonga boradigan bo'lsa, bu yerdan chiqar vaqtida Mo'g'ullar Aqsuni bulang-talang qilib ketgisidir. Ular mushuninga o'xshagan necha xil hikoyalarni o'qidi. Bir muncha shayton sifat odam damdamilar Muhammad Haydar Mirzaga demidi qilishdi. Muhammad Haydar Mirza sodda ko'ngilligidan u fitnachilarning nabob so'zlarini quloqiga elib, bu ish chorasi uchun maslahat qildi. U fitna pasatchilar buning chorasi shuki, xon ko'chadigan chaqda xon bilan hamroh bo'lib turayotgan xonning kichik o'g'li Sulton Ahmad xonni xondan ayirib olayli va bu qal'ani mahkam taqab Yunusxonga yig'i dushman bo'layli. Chunki xon ko'chadigan vaqtida hech ishga qaramasdan Mo'g'ulistonga ketadi. Biz Aqsuda qolamiz deyishdi. Bu naloyiq va noto'g'ri ish Muhammad Haydar Mirzaga loyiq ko'rindi. Shunga xon ko'chadigan vaqt kelganda birdilla Aqsu darvosini taqidi. Shuning bilan Sulton Ahmad xon. Parischa nusxalarda yuqorqidek e'lingan bu ism Molla Muhammad Niyoz tarjimasining bu qo'lyozmasida Sulton Ahmad Mirza deb ko'chirilib qolgan, tuzib elindi. Muhammad Haydar Mirzaga majbur qo'shildi. Shunda qilib dushmanlik paydo bo'ldi. Yunusxon Muhammad Haydar Mirzaga kishi avatib nasihat qildi va xat berdi. Ammo hech foydasi bo'lmadi. Oxir Yunusxon Mo'g'ulistonga ko'chmay, yana bir qal'aga kirib, Bekindida Sulton Mahmud xonga kishi avatdi. Sulton Mahmud xon 17 kunda 30 ming kishi bilan yetib keldi. Toki 40 kungacha har kuni urush qilishdi. Muhammad Haydar Mirzaning qal'asi ichida ocharchilik paydo bo'ldi. Bu fitnani tergan fitna pasatchilar har kechada qashqili turdi. Sulton Ahmad xon otasining norozi bo'lishidan qo'rqib qochib chiqib, otasining oldida to'la uzrlar aytib tavba qildi. Muhammad Haydar Mirza qal'aning ichida qoldi. Xon bir hujum bilan qal'ani oldi. Xon tezlik bilan amirlarni avatib aytdiki, sizlar jiddiy tirishchilik ko'rsatinglar. Lashkarlar qal'ani bulang-talang qilmasin deb farmon qildi. Amirlar yetib berib har qancha tirishchilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, foydasi bo'lmadi. Chunki lashkarlarning hujumi va omi kishilarning parakandichiligi shu darajada ediki, ularni bulang-talangdan to'sib to'xtatish mumkin emas edi. Ular Muhammad Haydar Mirzani tutib minglagan tashvish bilan xonning oldiga elib keldi. Xonga yaqin yetib kelgandan keyin ular Muhammad Haydar Mirzaning qo'lini bog'lab elib kirmoqchi bo'ldi. Xon vaqrab bog'lashdan to'sidi. Uni xonning oldiga elib kirgandan keyin xon Muhammad Haydar Mirzani oldiga chaqirdi va uningga noiti ko'p ochiqlanish bilan mundaq dedi. Nima uchun mundaq qilasan? Menga dushman bo'lish xiyoling bo'lsa-mu, hozircha hech harakat qilmay turgan bo'lsang, toki men ketgandan keyin sen bu yerda qolgan vaqtida dushman bo'lsang, mudoying hosil bo'lar edi. Muhammad Haydar Mirza o'zining qilgan yuzsizligidan sharmanda va bu ahmoqona ishlardan xijolat bo'lib beshini egib turdi. Xon, xo'sh bo'pti. Yelimi Aqsuni sana berdim. Aqsuni so'rab shu yerda turg'in dedi. Muhammad Haydar Mirza Aqsuda hamma xalq bulang-talangga ketdi. Bu yerda qandaqmi turg'ul bo'la dedi. Xon Muhammad Haydar Mirzaga 300 ot berdi. Undaqda mening bilan Mo'g'ulistonga borgin. Yanıla maslahat shuki, ochliq bosh tortadigan vaqtida Qashqarga berib, Qashqarni sana elib berman dedi. Ular xon edi.
Şuna ularda padişahlık ve uluqluq yusuni var idi. Günahkarlarga mı en şundaq muamele qılatdı. Xorazmdagilarning izzat obro'ylarini en şundaq saqlaydi. Agar ularning xatolik yoki gunoh sodir bo'lsa, shu hamon mag'firat va marhamat suyi bilan yuyib xushal qiladi va u bizning xohi rozadimiz, jiyan tuqunimizdir. Ashu ishonch bilan bu xil bo'yintoqlikni sodir qildi. Agar bunchalik gunoh uchun jazo bersak, undaqda urug' tuqqanchilikning qadr-qimmati qayerda qoladi deydi. Hozirgi kunda bizning ishimiz shundaq podshohlarga tushib qoldiki, har qancha gunoh qilmasaqmi, bir gunohni isbot qilib chiqadi. Agar u gunoh yot kishilarni o'tgan bo'lsa, u yot kishi u gunoh sababidan zarrachilik dil azar tatmaydi. Muhammad Haydar Mirza bilan Yunusxonning o'tirsidagi urug' tuqqanchilik aloqasiga qaraganda, bu davrning sultonlari bilan bizning oramizdagi aloqa 2 daraja. Belki 1000 daraja ziyodarak edi. Lekin hammasidan qat'iy nazar qilib, o'ltirmaklikka shunchalik tirishchiliklarni qildiki, hech dushman unchalik qilmagan bo'ladi. Shundaq bo'lsa-mu bu taraf u vahimadan xalos bo'lsa, Haqda Allah o'z inoyati bilan uningga quvvat bersa, u zulmlarning hammasidan qat'iy nazar qilib, do'stlik shikini qiqib, quyoshlik halqasini tavritib, elchilar avatib, o'tilgan va o'tilmagan xabarlarni yetkizsa muqarrarki, yanala yomon javob bergusidir. Bu sultonlarni u sultonlarning nasli deyish qandoqmi ravo bo'lsin? Nazm. O'g'ilda agar yo'q nishoni padar, degili oni begona irmas pisar. Pak ve ulug' Tangri merhum muruvvat egalariga o'z inoyati bilan marhamat qilg'ay va kuchlik tilak va umidim shuki, irham, tarham. Qur'on Karimdagi rahim shafqat qil degan mazmundagi oyatlarga ishorat qilingan. 11-sura Hud 47-oyat, 23-sura Mu'minun 118-oyat qatorliqlar. Taqazası bilan ularning gunohlarga rahim shafqat qilganiga o'xshash ulug' va pok Tangrimu ularga rahim qilib, gunohlarini mag'firat qilgan bo'lg'ay. Amin. Ey olimlarning parvardigori. Bu zamonning sultonlari muruvvat ularning dargohidan anqodak g'oyib bo'ldi. Payg'ambar alayhissalomlarning va uning oilasi ulug' ashablarining hurmatidan tabiq muruvvat ato qilg'ay. Demek, Muhammad Haydar Mirza Yunusxon bilan billa Mo'g'ulistonga bordi. Bahar mavsumi keldi. Xonning Qashqarga berish qasdi bor edi. Shu ahvol asnosida Sulton Ahmad Mirza Samarqanddan Farg'ona viloyatiga berib, o'z qarindishi Umar Shayx Mirzadan mazkur viloyatni tortib olishni qaror qildi. Bu xabar Umar Shayx Mirzaga yetdi. Umar Shayx Mirza tezlikda Yunusxonga kishi avatib, xonning kelib madad berishini iltijo qildi. Çünkü Ömer Şeyh Mirza yuqorida qisqacha bayon qilib o'tilganidek, aksi Sultan Ahmad Mirzaning g'azabi va kuchidan hamisha mushu usul bilan qutuladi. Bu xabar xonga yetdi. Xon shu hamon Andijonga yurish qildi. Ömer Şeyh Mirza xonning istiqboliga chiqib, xonga shu qadar izzat ikramlar bilan peshkashlar keltirdiki, uningdan ziyoda tasavvur qilish qiyin edi. U butun viloyatini xonga tava qildi. Xon bu qishda Osh hozirgi Qirg'izistondagi Osh oblasti tavasidagi shahar Muharrirdan ta bo'ldi. Qolgan mo'g'ullarni Sultan Mahmudxonga topshirib, Mo'g'ulistonga avatdi. O'zi Oshda qishladi. Bu viloyatni xon Muhammad Haydar Mirzaga berdi. Sultan Ahmad Mirza xonning kelganligidan xabar tepib, o'zining harbiy yurishini amaldan qoldirdi va Andijon ustiga kelmadi. Ömer Şeyh Mirza o'z akisining xavf-xataridan xotirjam bo'ldi. Zimiston og'irlashgan edi. Yunusxon Mo'g'ulistonga yanadigan bo'ldi. Muhammad Haydar Mirzaga, sen o'tgan yilda Mo'g'ulistonda japa tortding. Bu Osh viloyatini sana berdim. Sen bu yerda turg'in. Men yana kelar yili qishda kelaman. Bu viloyatni menga vakolatdan boshqurg'in dedi. Xon Mo'g'ulistonga ketdi. Muhammad Haydar Mirza Oshda qoldi va o'g'li Muhammad Husayn Mirzani xondan tilab kelib, qishida turg'izdi.